Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz veb server va mijoz o'rtasidagi dastlabki aloqa qanaqa o'rnatilishini gaplashamiz. Ya'ni bunda TLS protokoli yordamida ishlaydigan va shu TLS sertifikatiga ega bo'lgan serverga uchun mijoz qanaqa ulanish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda birinchi navbatda foydalanuvchi brauzerga kirgandan so'ng foydalanuvchi o'sha veb serverda domen nomini yozadi. Ya'ni bu yerda domen nomi orqasida IP so'rov yuboriladi. Ya'ni bu degani nima degani? Masalan, brauzerga ochdingiz, deylik, ChatGPT degan veb sayt bor. O'sha ChatGPTga kirmoqchi bo'lyapsiz yoki bo'lmasa Hems deylik. Mana bizni hems.jbnu.uz degan saytga kirmoqchimiz. Mana shu paytda mana bu adresni yozishimiz o'sha domen adresi hisoblanadi. Ya'ni domen yozganimizdan so'ng u yerda DNS protokoli, bu yerda mana bu yerda DNS protokoli uni IP manzilga aylantiradida, serverda IP manzilini qaytarib berar ekan. Ya'ni qaysi serverga ulanish kerakligini qaytarib berar ekan va mijozda uchinchi navbatda TCP ulanish orqali dastlabki o'sha handshake deymiz, ya'ni handshake'ni boshlar ekan. Undan so'ng web server TCP ulanish o'rnatilib bo'lingandan so'ng mana bu yerda klient unga, ya'ni client hello yuborar ekan. Ya'ni client helloda nimalar bo'ladi? Bu yerda client helloda TLS versiyasi, shifrlash usullari, tasodifiy qiymat, bu 32 bit qiymat bo'ladi. 32 bit qiymatning 4 biti o'sha timestamp deyiladi, ya'ni vaqt tamg'asi deymiz, va qolgan bitta o'sha master kalitni ishlab chiqish uchun, ya'ni keyinchalik shifrlashda ishlatiladigan kalitlarni tayyorlash uchun va replay hujumlarini oldini olish uchun ishlatiladigan o'sha maxfiylik, xavfsizlik qiymatlarini yaratish uchun ishlatilar ekan. SNI degani bu o'sha buni vazifasi o'sha TLSda o'sha xo'p, buni yodimdan chiqib qolibdi hozir, bitta qarab olamiz. Ya'ni server name identification ekan. Ya'ni bu yerda aynan bitta serverda bir nechta o'sha veb saytlar ishlashi mumkin. Ya'ni o'sha veb saytlarni qaysi biriga yo'naltirish kerakligini bilish kerak. Chunki bilamiz, IP adreslarimizda bitta IP adresda bir nechta serverlar, virtual serverlar ishlab turishi mumkin va o'sha yerda aynan qaysi serverga ning sertifikatini qaytarishni bilish uchun aynan o'shaning biz domen nomi kerak bo'ladi. Masalan, jbnu.hems.jbnu.uz yoki bo'lmasa uning ichida, demak, jbnuning ichida jbnu.uz ning ham o'zi bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaysi sertifikat qaytarishni bilish kerak ekan. O'shaning uchun domen nomi yozilar ekan. Keyingisi alpn da bu yerda o'sha TLS ning ustida qaysi protokol ishlash kerakligini bildiradi. Ya'ni bu degani TLS kengaytmasi. TLS protokoli HTTP 1.1 bilanmi yoki HTTP 2 bilanmi, HTTP 3 bilanmi, qaysi bilan ishlash kerakligini mijoz tanlab jo'natar ekan. Xo'p, keyingi bosqichda server mijoz yuborgan so'rovlarga javob qaytarish kerak. Endi o'sha mijoz taklif qilgan TLS versiyasi shifrlash usullarining ichidan tanlab qo'llab-quvvatlaydigan algoritmlarning ro'yxatini beradi va sessiya parametrlarini taklif qilar ekan. Ya'ni o'zi o'sha mijoz yuborgan shifrlash usullaridan birinchisini tanlar ekan va tasodifiy o'zining qiymatini va TLS parametr qiymatlarini berar ekan. Va shu joyda o'zida TLS sertifikatini ham yuborar ekan. Ya'ni TLS sertifikati qanaqa bo'ladi, nima deydigan bo'lsangiz, buni ko'rsa bo'ladi. Ya'ni brauzer o'zida ko'rish mumkin. Mana bu yerda masalan deylik, biz hozir ulanmoqchi bo'ldik. Bu yerda bemalol biz TLS sertifikatini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda deylik, 3 ta nuqtani bosib mana bu joyga kirsak, sertifikatni mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi versiyasi bor, ikkinchi usuli bor. Bu F12 ni bossangiz Google Chrome'da mana bu yerda xavfsizlik sozlamalarining ichidan, ya'ni ichidan Privacy and Security bo'limiga kirsangiz, bu yerda o'sha sertifikatni mana bu yerdan yana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari asosiy yuborilgan parametr qiymatlar dedik, ya'ni TLS versiyasi mana bu yerda turibdi.
TLS versiyasi 1.3 versiyasi, u bilan birga ishlaydigan X255.19 va shifrlash usuli IS 256 JKM nima rejimi bo'yicha ishlashini ko'rsatib qo'yilgan ekan. Xo'p, endi keyingi bosqichda demak TLS 1.2 yoki 1.3 tanlab bo'lingandan keyin deylik bizda 1.3 tanlandi, biz holatimizda TLS 1.3 tanlangandan keyin TLS 1.3 da kalit almashish jarayoni amalga oshiriladi, ya'ni elliptik egri chiziqqa asoslangan Diffie-Hellman mana bu yerda ishlatiladi. Deylik, o'shanda umumiy ma'lumotlarni, katta hajmli ma'lumotlarni almashish uchun, umuman keyingi navbatda almashinadigan ma'lumotlar uchun shifrlash usullari tanlandi. Deylik, bizda hozirgi bizni holatimizda mana IS 256 tanlandi va o'sha IS 256 uchun simmetrik kalit yaratib olinar ekan. Kriptografiyadan xabari borlar biladi, ya'ni bu Diffie-Hellman algoritmi ikkita tomonda umumiy kalitlarni yaratish imkoniyatini beradigan algoritm hisoblanadi. Va shu bilan umumiy aloqa tugaydi. Endi sertifikat, yuborilgan sertifikatni haqiqiyligini tekshirib olish jarayoni boshlanadi. Mana bu yerda sertifikatimiz bor. Xohlasak buni yuklab olishimiz ham mumkin. Mana bunday qilib yuklab olsak, formatlarni ko'rsatib yuklab olamiz. Mana hozir biror joyga olib yuklab ko'ramiz. Mana dokumentlarning ichiga yuklab ko'ramiz va sertifikatni o'sha joydan ochib ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Dokument ichida bizni mana Xemis uchun sertifikatimiz bor. Sertifikat o'zini ma'lumotlarni ochib ham ko'rsak bo'ladi yoki bloknotda ochib ko'rsak ham bo'ladi. Umuman olganda mana shunday qilib ichidagi ma'lumotlarni ko'rish mumkin ekan. Xo'p, mana bu yerda endi sertifikatning asosiy ma'lumotlari bu yerda, ya'ni foydalanuvchi o'sha server bergan. Xo'p, mayli, buni yopib qo'yamiz. Serverning o'sha domen nomi ko'rinar ekan bu yerda hemis.jbn.uz. Organization, agar organization o'sha tashkilot ro'yxatdan o'tib o'zining huquqiy ma'lumotlarini bergan bo'lsa, buni organization sifatida ro'yxatdan o'tkazib qo'yish ham mumkin bo'ladi. Masalan, deylik, Microsoft kompaniyasi ro'yxatdan o'tib qo'yilgan. Microsoft.com degan saytga kiradigan bo'lsak, mana ulanish bo'ldi. Aloqani ko'ramiz, sertifikatni ko'ramiz. Mana bu yerda Microsoft Corporation degan organization nomi ham berilgan. Xo'p, undan keyin organization unit ham bo'lishi mumkin, ya'ni buni ham ro'yxatdan o'tkazib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin esa o'sha sertifikat bergan tashkilot nomlari bo'ladi bu yerda. Common name E8, organization less encryption degan ekan, organization unit bu yerda ro'yxati yo'q ekan. Undan keyingisi o'sha sertifikatning muddati, ya'ni qachon olingan va qachongacha berilgan. Demak, mana bu sertifikatimiz 3 oyga berilgan, ya'ni bu tekin tarqatadi. Odatda bu kompaniya 3 oylik tekin berilgan. Undan keyin pulga sotib olsangiz bo'ladi. Xo'p, sertifikatning muddati demak 11-aprel 2026-yilda tugar ekan va sertifikatning o'zining umumiy fayl nomi bu sertifikat faylining o'zining hech qiymati va sertifikatni ochiq kaliti bu yerda pastda turibdi. Endi SHA-256 bilan heshlangan qiymatlarni ko'rsatib qo'ygan mana bu yerda SHA-256 bilan heshlangan. Endi siz bu nimaga kerak? Siz sertifikatni hesh qiymati bilan sertifikatning ochiq kaliti bo'ladigan bo'lsa, raqamli imzo bilan imzolab yuborilgan hujjatni siz haqiqiyligiga tekshirib olishingiz mumkin. Ya'ni shu fayl haqiqatda o'zgarganmi yoki yo'qmi, uni shu o'sha ochiq kalit yordamida va hesh funksiya yordamida imzolagan hujjatni tekshirib olish mumkin ekan. Shunday qilib sertifikatni tekshirish jarayoni amalga oshiriladi. Mana bu yerda shu narsa, muddatni tekshirib ko'rish va kalit zanjirini, sertifikatning zanjirini tekshirib ko'rish, ya'ni intermediate root deymiz. Bu intermediate rootni qanaqa qilib tekshirib ko'rish mumkin? Ya'ni Google Chrome va deylik Edge brauzerlari operatsion tizimga bog'lanadi va mana shu sertifikatni bergan tashkilotni root qismidan o'sha haqiqatda shu tashkilot bor yoki yo'qligini tekshirib ko'rish mumkin ekan. Mana bizda masalan deylik Let's Encryption organization bor. Mana shu organization haqiqatda bor yo'qligini bu o'sha Windows o'zining o'sha root papkasini ichidan ko'radi. Buning uchun push r deb bossak, biz cert major.mck deb bossak, bu yerda biz sertifikatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda biz Trust Root Certification'ga kirsak, sertifikatlar ro'yxati bor bu yerda. O'sha joydan o'zi operatsion tizimni o'sha ro'yxatidan olib, brauzer o'shani tekshirib ko'radi. Haqiqatda bor yo'qligini tekshirib ko'radimi? Bu yerda ko'rsangiz, o'sha sertifikat beruvchi tashkilotlarning ro'yxati, ya'ni issued by ro'yxatlari turibdi bu yerda. Mana shu yerda haqiqatda ro'yxatda bor bo'lsa, shu sertifikat bergan tashkilot va haqiqiy deb o'shanda hisoblar ekan. Endi
keyingi jarayon sertifikatlarni almashtirib oldi, bir-birini tekshirib oldi, umumiy shifrlash usullarini tanlab oldi va boshlang'ich qiymatlarni berib oldi va simmetrik shifrlash uchun elliptik erik chiziqqa asoslangan Diffie-Hellman yordamida kalitlarni ham yaratib oldi. Bu yerda yana bilishimiz kerak bo'lgan jarayon mana OSS ishonch do'konida bo'lish shart deb yozib qo'ygan. Hozir biz ko'rib chiqqan narsa shu. Keyingi jarayon o'sha TLS 1.2 bilan 1.3 ning qanaqa bo'lishi, ya'ni ketma-ket qadamlar ko'rsatilgan. Demak, TLS 1.3 1.2 dan ko'ra anchagina soddalashtirilgan varianti va uning xavfsizligi ham yuqori. Handshake shu bilan tugar ekan 1.3 da, keyingi trafikni shifrlashni boshlar ekan, ya'ni shu bilan yakuniy bosqichga kelar ekan. Va HTTP so'rovlari get yoki post usulida shifrlangan holatda kanal orqali yuborilar ekan. Ya'ni biz tarmog'imiz odatda ochiq tarmoq deyiladi, lekin hamma ma'lumotlar agar biz o'sha HTTPS ya'ni TLS protokoli yordamida ishlaydigan bo'lsa, barcha ma'lumotlar shifrlangan ko'rinishda borar ekan va shunda maxfiyligi saqlab qolinar ekan. Agar birorta xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, sertifikatda muddat o'tib ketgan yoki sertifikatni ichidagi ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, xatolik bor deb qaytarib, o'sha ulanishni bekor qilib yuborish mumkin ekan. Bu yerda sertifikat bergan markaz qanaqa jarayonda mana bu bosqichda ishlashini ko'rsatib qo'yilgan. OSP xizmatlari ham alohida mana bu bosqich 14-bosqichda ko'rsatib qo'yilgan. Umuman olganda o'sha TLS protokoli va o'sha TLS sertifikatlari ishlash jarayoni shu ko'rinishda bo'lar ekan. Videoni pauzaga qo'yib olib yoki nima qilib o'zingiz mana shu rasmlarni yana bir marta ko'rib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuni bilish kerak ekanki, agar bizni veb-saytlarimiz HTTPS protokol bilan ishlaydigan bo'lsa, bu hamma ma'lumotlar shifrlangan holatda borishini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Mana masalan bitta sayt ochib qo'ydim, asl meyda bu endi hech qanday ma'lumot shifrlanmagan. Bu yerda ma'lumotlar ochiq ketadi. Kimdir o'rtaga tushib olib, man in the middle hujumlarni amalga oshiradigan bo'lsa, bemalol sizni ma'lumotlaringizni ko'rishi mumkin. Ya'ni har qanday ma'lumotlar ochiq tarmoqda, shuning uchun o'sha ulangan kishi uchun ko'rinib turar ekan. Bu yerda sertifikat yo'q deb ogohlantirish chiqadi bu yerda. Qolganlarida esa hammasida sertifikati bor. Bu yerda shu sertifikat yordamida ma'lumotlar shifrlanib borar ekan.